Barchaga salom obunachilar, mana ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun nimaga xursandsan deydiganlar bo'lsa, bugun to'lov bo'ladigan kun. Ya'ni mer bizga to'lov qiladi va ajoyib xursandman chunki notebookimga yana bir ikkita narsalar olaman, kerakli narsalar deganlar deb bilasizlar obunachilar. Mikrofonlarmi yoki naushniklarmi? Mayli bo'lmasa obunachilar, bugun ish qilmaymiz-da, to'lovni qilgandan keyin ishni boshlaymiz obunachilar. Polizdagilar ham juda ham o'tib ketibdi. Mayli, okey. Tushunmadim. Nima bo'lyapti bu yoqda? Davay, masalaga aytdim, kirmaylar dedimmi? Kirmaysizlar. Tushunmadim gapga. Tushunmadim. Shunaqa. Nima bo'lyapti bu yoqda? Qara, mana bu bankimizni to'lovimizni qilmayman deyapti mana shu. Nima? Rostdanmi? Bo'lishi mumkin emas. Voy. Nima bo'lyapti bu yoqda? Nima bo'lishi kerak? Kompot nima? Nima uchun keldik a? To'lov, hamma bugun to'lov kuni, to'lov bo'lishi kerak. Yo'q, bugun to'lov bo'lmaydi. Nima? To'lov bo'lmaydi. Agarda to'lov bo'lmasa, hozir davay qishloqqa hozir kiramiz, To'lov bo'ladi, lekin hozir emas. Tushunyapsanmi? Keyinroq bo'ladi to'lov, tushunyapsan? Nima deganing keyinroq? Bugun bo'lishi kerak. Bugun bo'ladi deyilgan. Mer qani? Nima deysan, bosh tortib, mer qani desa, mer bitta joyga ketdi, uzoq joylarga. Nima? Tushunmadim. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin, a? Qana bilaman. Sarbashi bor, a? Bizga to'lov bo'lishi kerak deyapman-ku, a? Nimaga bu merda uyini bunaqa qilib tashlading? Kim aytdi unaqa qilib tashladi deb? Men qilganim yo'q. Kompot buni tezroq chiqarib yuboraylik, biz to'lovni qilaylik. Bo'lmaydi to'lov, tushunyapsizlarmi? To'lov bo'lmaydi. Tushunmadim. Qayerga ketdi ekan bu? Qishloqlar tushunmadim. Nimaga bu to'lov qilmayman deyapti, a? Biz ham bilmaymiz, qayerdan shu to'lov qilmaymiz deb qoldi-da bu. Rostdanmi? Ha. Nimaga bunday bo'lishi mumkin? Bilmadim, bizani umuman kiritmayapti. Ichkarida nima bor ekan? Bilmadim, mana bir ko'rishim kerak-da. Mayli. O'zi nimaga bu atrofni bunaqa qilib tashladi, derazalarni yopib tashladi? Bir ochiq yer bormi ekan desam, hech qanaqa ochiq yer yo'q obunachilar. Juda ham g'alati, juda g'alati. Nimaga bu ishni bunaqa qilib qo'ygan bilmadim-ku. Menga juda ham g'alati ko'rinyapti. Mayli, men qaraylar. Nima ekan bu? Xo'sh, qishloqlar nima qilamiz endi? Bilmadim, qanday qilib ilojini topishimiz kerak, bilasanmi shuni Kompot? Ha, bilib turibman. Shu sababdan hozir nimadir qilishimiz kerak, to'g'rimi? Hozir qanday qilib eshikni buzamiz? Qishloqqa birorta eshikni buzadigan narsalar yo'qmi? Bilmadim. Mayli bo'lmasa hozir. Bu yerdan to'g'rilab, menimcha qiyin bo'lsa kerak, bilmadim. Obunachilar. Mayli bo'lmasa hamma tarqaladimi? Bilmadim, hamma tarqalsa tarqalibdi-da, bo'lmasa hamma ketaversam bo'lmasa. To'xta Kompot, hozir nimadir qilishimiz kerak. Hop, to'xtab turdi. Atrofga qarayda yaxshilab. Bu eshikni qaranglar-da, bu qanaqadir eshik ekanda, zamonaviy eshik ekanda bu. Mayli. Qishloqlar, sizlar qarochi qishloqqa qarab turinglar, kelib qolmasin. Tushundinglarmi? Hozir men bu eshikni buzishga harakat qilamiz. Tushundinglarmi? Bo'ldi Kompot, emas. Davay bo'lmasa biz o'sha qishloqqa qarab turamiz. Sizlar buzaveringlar, tushundinglarmi? Biz aytib turamiz. Xo'p, mayli. Sizlar ana shunday qarab tursanglar bo'ldi. Men bu ichkarini qarab ko'raman, nima uchun bu to'lov qilmayapti va nimaga bunday qilyapti. Tushundinglarmi? Bo'ldi. Okey, mayli qishloqlar. Ketdan endi qarab turishibdi menimcha. Ha, eshikka qarab o'tirishibdi. Ajoyib. Xo'sh, qishloqqa sizlarda bormi men bu eshikni buzadigan birorta narsa? Bu eshikni menimcha buzish juda ham qiyin-da. Qaraycha, mana Kompot bor ekan, mana olishim mumkin. Bu juda ham zo'r, ajoyib eshik buzadigan bo'lsa kerak, bilmadim yana ham. Bu zamonaviy bo'lsa kerak. Bo'ldi. Juda ham ko'p gapirib yubording. Oppa, bitta buzib ko'raylik. Davay, bitta ochil. Oppa, ochildi. Ajoyib. Ana endi boru, mana bu eshik ham bor ekan-ku. Kompot, mana bu eshik ham bor ekan, ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Jiyan ursin, nimaga bunday bo'lyapti ekan? Qanday qilib ochsak bo'lar ekan? Buni ochib bo'larmikan, ha? Ana qishloqqa kelyapti, Kompot. Tayyor bo'linglar. Bo'l. Tez yopish kerak. Qanaqa qilib yopilar? Oppa, ana ajoyib yopib o'tirdi. Hoppa, yaxshimisan qishloqqa? Sizlar nimaga bu yerda o'tiribsizlar? To'lov bo'lmaydi dedimku-ku. Nima, biz aylanib o'tiribmiz, nima bo'pti, ha? Uyni oldiga o'tiribsizlar-ku, nima uchun o'tiribsizlar uyni oldiga? Mumkin emasmi uyni oldiga o'tirish ham? Biz xohlagan joyimizga o'tiramiz, aylanib o'tiramiz. Tushundingmi qishloqqa? Biz qishloq bilan aylanib o'tiribmiz. Mayli, lekin to'lov bo'lmaydi bugun. Mayli bo'lmasa men ketdim. Qaranglar-da lekin. Bu boru. Men ichkariga kirishim kerak. Ichkariga kirishing kerak? Yo'q, o'zim uyimni ichiga kirish kerak. Mayli. Bo'ldi, uyga ketdi obunachilar. Qishloqlar birorta narsa yo'qmi? Mana bu ikkinchi eshikni ochishga narsa uyda o'tirdim o'zi. Ha. Qarochi, men bu ikkinchi eshik, men bu birinchi eshikni ochdim, ikkinchi eshikni ochishga nimadir kerak. Men ocha olmayapman. Men bu ham teshigiga nimadir kiradigan narsa kerak.
qaraychi, hoppa, kapot mana bor ekan. O ajoyib ajoyib mana eshik ochiq bor ekan. Hoppa bitta ochamiz. Hoppa davay davay davay. Ochil davay ochil. Hoppa. Ajoyib ajoyib. Samva yana 3-eshik ham bor ekan. Nima kam buni bunday qilib tashlashgan bo'lishi mumkin. Bu bilan buzib bo'lmaydi. Va ha mana bu bilan ochsak bo'lardi. Qishloq qilasizlar nima desam bo'ladi? Men 3 karta bor ekan. Qishloq qilasizlar, qarochi qarab turinglar qishloqiga men mana bu eshikni ochaveraman. Tushundinglarmi? Bola kapot. Okey. Xo'sh, bo'lmasa, asta-sekinlik bilan ochishni boshlaymiz. Full focus bilan ochamiz. Xo'p. Birinchi qaysini bosamiz? Mana shuni bosaylik. Yo'q, bo'lma. Bo'lib uch. Ikkinchisi mayli. Uchinchisimi? Opa, yaxshi, ikkinchisi, uchinchisi bo'ldi. Ana endi qaysini ochsam ekan? Birinchisimi? Yo'q, bo'lmadi. Bu ikki ajoyib. Menimcha, yo'q, bu emas. Menimcha bir bo'lsa kerak. Ajoyib obunachilar menimcha hozir o'xshaydi. Bumikan? Ajoyib. Menimcha yaxshi o'xshamoqda. Menimcha bu va menimcha bu va bu. Ajoyib obunachilar. Menimcha eshik ochildi. Eshikni ochdik. Yaxshi. Mana endi Kapot eshikni ochdingmi? ha, eshikni ochdim. Xavotir olma. Eshikni ochdim. Qishloqlar. Ey, qo'rqib ketibman mana buni. Qishloqlar, ichkariga qaranglar-da. Bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda qanaqadir narsalar bor ekan deb barchalaringiz qaranglar-da. Oh my god, nima bular? Tushunmadim. Nima bo'lishi mumkin bu? Bilmadim. Qaranglar-chi barchalar yerga. Nima? Yo'q. Nima? Tushunmadim. Nimaga bu yerda barchasi? Zajigalka. Ha? Nima? Bo'lishi mumkin emas. Ha, bu yerda ham zajigalka bor ekan. Barcha yerda zajigalka. Nimaga bu yerda? Endi bilmadim. Kapot qanaqadir bu nimalarni yo'q ko'rmoqchi bo'lganmi qishloqni yo'q ko'rmoqchi shekilli. Ya, nima deysan? Ha, menimcha bo'lishi mumkin. Ha. Bu yerlarda zajigalka. Bu yerda barcha yerda. Ha, kapot qanaqadir ilojini topaylik. Ha, to'xtab turinglar, mana bu yerlarga qaraychi. Bu yerlarda nimalar bor ekan? Bu yerda, o'y, kamera bor ekan. To'xtab turinglar, qishloqlar, ehtiyot bo'linglar. Men hozir kameramni buzaman. Davay bitta buzil. Opa, menimcha buzildi. Ajoyib buzildi. Bu yerdachi? Bu yerda qanaqadir sandiq bor ekan. Kodli sandiq bor ekan qishloqlar. Va kodi necha ekan? Bilmayman kodi nechiligini. Mayli bo'lmasa bu yerlarga qaraylikchi, asta pastga tushaylikchi. Yaxshi. Xo'sh. Barcha yerda bo'lsa hozir nima qilamiz? Bilmadim. Ana qishloqning oldiga boraylikchi. Xo'p, mayli bitta buzib ko'raylik-da. Birinchi bu yerni tozalab ko'raylik. Bu yerni tozalagandan keyin isbotlar bilan boramiz qishloqning oldiga desam. Voy, bu yerda tenta bor ekan qishloqlar, ko'rdinglarmi? Ha, kapot ko'rib o'tiribmiz biz. Mana bizani bir biza tomonda ham bo'lsa kerak menimcha. Ha, bo'lsa kerak, mayli. Qani men bitta buzib ko'raychi, xo'pmi? Qani, bu yerda ham tentalar bor ekan. Barcha nima bu qishloqni portlatib o'qishmoqchi bo'lganmi? Bo'lishi mumkin. Qishloqni portlatib yubormoqchi bo'lgan lekin. Ha. Davay ana qishloqning oldiga boraylikchi. Ha, davay tezroq boraylik-da. Xo'sh. O, qishloqqa tushunmadim, sen nima qilyapsan? Nima qilishim kerak? Ya, nima? Sen nima qishloqni portlatib olmoqchi edingmi? Ya, sala. Qayerda bildinglar? Biz uyni ichidan topdik barcha narsani. Qani eshikni ochdinglar, tushunmadim-a? Savollarga savol berma. Sen nimaga qishloqni portlatib olmoqchi bo'lding? Mer qayerda? Nima? Bosh tortma. Mer qayerdaligini men qanday bilaman? Bo'lmasa, mayli, bo'lmasa hozir mer qayerdaligini aytmasang, bilasan hozir biz alohida gaplashib qo'yamiz qishloqlar bilan. Nima? Qanday qilib alohida gaplashib qo'yasan-a? Qanday qilib? Sen mayli, politsiyaga telefon qilamiz, bo'ladimi? Politsiyaga telefon qilmaylar, bo'ldi. Nima bo'lib ekan? Qishloqlarda va hammalar kiringlar bu yoqqa. Voy, mana uryapsizlar, tushunmadim. Voy, savurma mani. Davay, uraveringlar qishloqlar buni. Urmaylar, mana bo'ldi, kechiringlar, qaytarib qo'yaman bu ishni. Hoppa, normal qishloqlar. Mana shu qishloqqa qarab turinglar-da, politsiyachi kelguncha qochib ketmasin bu. Tushundinglarmi? Men hozir merda va bizani pullarimizni topishim kerak. Tushundinglarmi? Davay, mana shu yerda o'tiringlar. Xo'p, mayli. Okey. Xo'sh, obunachilar, men qaranglar, bu nima desam bo'ladi? Bu qishloqqa men qaraylik, men birinchi tayinlan olaylik-da. Bu qishloqni portlatib yubormoqchi bo'libdi. Qanday qilib bu qishloqni portlatib yubormoqchi bo'lgan bilmadim-ku. Aqldan ozib qolib ketgan desam. Bu yana qanaqa teshik bo'ldi? Tushunmadim. Bu yana qanaqa maxfiy yer bo'ldi? Tez pastga tushib ko'raylikchi, bu yerda nima bor ekan? Hoppa. Voh. Tushunursin obunachilar, bu yerda mana yozilgan ekan. Qishloqni portlatib yuborish deb yozilgan ekan. Men tayinlan buzish kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu tayinlar juda ham yomon portlaydi. Juda yomon portlaydi. Mun qaranglar, kartalar bor ekan. Mana qishloqning kartasi mana bu yerda turibdi. Ha, va bu yerda narsalar bor ekan. Mun qaranglar, qishloqning kartalarining turishini qaranglar. Bu bizning qishloq, 13-qishloq. Va bu yerda qanaqadir mexanizmlar bor ekan. Menimcha TNTni bu yasagan shekilli. Bilmadim nima bo'lganda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak obunachilar. Bilmadim. Nimaga ehtiyot bo'lamiz? Bularning barchasini yo'q qildim-ku. Lekin baribir ham nimaga bu qishloqni portlatib olmoqchi bo'lganman? Savolda men qilmaymi biz bunga birorta
yomonligimiz bormi bunga? Biz hech qanaqa bunaqa yomonlik qilmagan bo'lsak, to'g'rimi obunachilar? Bilmadim, mayli bo'lmasa yuqoriga chiqaylik, asta-sekinlik bilan chiqib, qani nima desa bo'ladi, zumradlarimizni topishimiz kerak. Mayli, juda ham yomon bo'lmoqda-da. Nimaga bu ishni qildi bilmadim obunachilar. Mayli. Xo'sh, bu yerlarni buzaylik-chi. Bu yerda qanaqadir bronyalar bor ekan. Bronya. Bu bronyani qayerdan olgan bilmadim obunachilar. Mayli, bu bronyani qaranglar. Bu himoya qilishini qaranglar-da. Bu bor juda ham yomon portlashdan ham himoya qilsa kerak obunachilar. Ha, bo'lmasa mayli, buni qaytarib qo'yib qo'yaylik. Bu ham isbot dalil bo'lishi kerak, to'g'rimi obunachilar? Politsiya uchun. Xo'sh, mayli. Bo'lmasa yuqoriga chiqaylik-chi. Mana bu sandiqda parolini topolmadim-da. Paroli necha bo'lishi mumkin? Tavakkal mayli. 1 2 3 tavakkal mayli. Yechimam. Bu parol 1 2 3 ekan. Shunchalik ham oddiy parol qo'yadimi? 1 2 3. Voy, qaranglar, mana bizning zumradlarimiz mana shu yerda ekan. Yaxshi. Zumradlarni topdim. Qishloqlar, bizning zumradlarimizni topdim. Ana endi merda topishimiz kerak. Merda. Bo'ldi, kapot, politsiya keldi. Bo'ldi, qishloqlar, davay politsiyani olib kelinglar. Mana bu yerda zumradlarimiz bor. Yaxshi. Ana endi zumradlarni topdik. Endi merda topish kerak. Bilmadim, mer qayerda, politsiyachilar topsa kerak. Nima ham derdim obunachilar, bugun sizlar bilan men kompot bo'ldim. Kelasi videorolikka chiqib ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar. Politsiyachilar oldiga ketdim men.